Yaqinroq keling, mana bu parusli soyabonlarimiz nimalardan tashkil topganligini qisqacha ma'lumot qilib sizga tushuntirib beraman. Ko'rishlaring mumkin, asosiy karkas qismlari 76 lik turbani dugasimon qilib egib, karkaslar yasalgan bo'ladi. Ustidagi tentlari bo'lsa maxsus mato, ya'ni 5 yil davomida rangini umuman yo'qotmaydigan, Ispaniyada ishlab chiqarilgan maxsus matolarimiz bo'ladi. Suv o'tkazmaydi. Qolaversa, maxsus membrana tentlari bo'ladi. Mana bulardan ham qiladigan bo'lsak, joyingizni premium ko'rsatadi. Bir qishin, yozin ishlatishga imkon yaratib beradi va mijozlaringizga o'zgacha atmosfera hosil qilib beradi. Ko'rganlaringdek, mana shu choklari idealniy qilib tikilgan, juda ham tiniq, chiroyli qilib, burchaklarida iplari yo'q, iplari titilmagan. Mana shunday holatda, chiroyli holatda siz ham buyurtmangizda qabul qilasiz. Albatta, Expo Centerga 8 donani olib kelganmiz, o'rnatganmiz va mana shunday qilib chiroyli qilib dekorativniy qilib qo'yib berganmiz. Taglariga qarashingiz mumkin. Mana shunaqa chiroyli qilib MDFdan yechilgan yashik va uning ustida dekorativniy chiroyli ko'rinishga ega bo'lgan toshlarni ustiga qo'yib qo'yganmiz. Bu ham bir ko'rinish hosil qilib beradi. Sizni joyingizga bunaqa ko'rinishda tavsiya bermayman, lekin ustunlarga chiroyli qilib, baland qilib, siz aytgan atmosferani hosil qilib beramiz. Buning uchun faqatgina Seaside firmasi sizga yordam bera oladi.